Ikkinchi mavzu bu price. Ya'ni qolganlardan ko'ra anchagina arzon sotyapman. Narxim bozordagi eng zo'r. Men Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri olib kelaman. Eng arzon kargodaman va hamma narsani men eng ideal narxda pastlatib, hammadan arzon sotaman yoki ideal narxda sotishni o'zi ham yetarli bo'lmaydi. Ya'ni narxga ham e'tibor berish kerak. Juda ham ko'pchilik masalan hozirgi kunda 7000 so'mlik qiyma shashlik sotadigan joyda ko'pchilik ikkilanadi kirib sotib olishga. Ya'ni bu o'zi go'sht 130 ming bo'lsa, bu 7000 so'm shashlik chiqarish nima qilish kerak degan fikr keladi. Xuddi shunaqangi mahsulotda ham shunaqa narsa borki, siz nimadir sotyapsizmi, juda ham arzon sotish ham bu yechim emas. Ya'ni ideal narx qanchalik to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, narxga ham juda ko'p e'tibor berish kerak. Arzon sotish bu har doim yechim bo'lmaydi, lekin uzumda juda ham ko'pchilik faqat arzon sotish tomoniga e'tibor berib qolishgan. Mana shu tomonga ham to'g'ri e'tibor berib, to'g'ri analiz qilish kerak. Va uchinchisi, place. Ya'ni joylashuv. Aynan siz e-commerce'da savdo qilyapsizmi? Ya'ni uzum marketni to'g'ri tushunish kerak, qanaqa joyligini. Ya'ni Bekbaraka qanaqa joy, Bekbarakani qaysi qatorida turibsiz va atrofingizda odamlar qanaqa narsa sotayotganini bilganingiz kabi uzum marketda siz qaysi joyda turibsiz va fikr shunaqangi kelishi kerakki, miyada mana atrofimdagi sotuvchilar kimlar va ular qanaqa mahsulot sotishyapti va qanchalik to'g'ri daromad qilishyapti. Ya'ni virtual holatda o'zingizni bozoringizni tasavvur qilib va atrofingizdagilar qanaqa savdo qilayotganligini yaxshilab tushunib olishingiz kerak.